Murodjon aka, bu yoq razgruska, pogruska joyi, masalan, yuklar keladi furada, yuklab tushirib, nimaga? Burada maxsus darvozalar bor. Aha. Bu darvozalarga boshqa shaharlardan kelgan mashinalar mana shu yerga parkovka qiladi. Buni maxsus tushiradigan yigitlar bor. Shular shaharlardan kelgan yuklarni tushiradi. Tushirib Bu yoqqa joylanadi yuklar. shaharlarga joylanadi. Mana bu yoqda avtopogruchiklar ishlayapti, kelgan yuklarni tushirishadi. Joy-joyiga konsolidatsiya qiladi. Mana hozir sizlarga kamina qisqa bo'lsa ham mashina qaysi holatda mashina tushirish, qaysi holatda yuklashni hozir men sizlarga rolik ko'rsataman. Mana bu holatda mashina yuklanyapti. Hozir bu boshqa shaharlarga yuklanib ketadi mashinalar. Bu pogruska deyiladi. Mana bu yoqda уже tranzitni razgruska, mana o'zimiz O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari ishlaydi. Lekin mana furalarga yuklanyapti mana. Shunaqa ish razgruska, pogruska ishlaydi. Har xil yuklar, zborni yuklar keladi bu yoqda. Mana bu fura уже to'lgan fura. Bilmaqa shaharga ketiladi. Mana bu yerda pogruchiklar yuklanyapti. O'zimiz O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari ishlaydi bu yerda. Begonalar ishlamaydi. Mana skalat mana shu holatda. Fuqarolarga kamina yasna bo'lishi, ish masalasini kamina to'liq tushuntirib yuboring. Bu yoq priyomka, to'g'rimi? Bu yerga kliplar keladi. Bizda maxsus priyomka, bitta priyomka bor, ishchilar bor. Shu ishchilar kliplar olib keladi. Kliplarsiz qabul qilamiz. Aha, bu tarozga tortiladi. Obyomi olinadi. Obyomi olingandan keyin bu qabul qilinib, mana bu zonaga yig'iladi. Bu zonadan shaharlarga tarqaladi. Yuklanadi, to'g'rimi? Bu shaharlarga tarqalib, Aha. bu yerda maxsus yuklaydigan ishchilar bor, shu yuklarni shahar-shaharga yuklaydi. Bo'ldi, hozir unda o'sa Murodjon aka nimaga pogruska, razgruskani joyiga nima qilamiz, syomka qilamiz hozir. Bu yoq uchastka priyomka, faqat klientlarning yuki keladi, to'g'rimi? Klientlar yuk olib keladi. Agar bironta sinadigan narsa bo'lsa, qulupga narsa bo'lsa, upakovka zakaz qilishadi. Bu yer razgruska uchastkasi. Mana bu yerda Yuklar tushadi. furalar kelgan furalar. Shaharlardan kelgan yuklar tranzit bo'lib keladi bu yerga. Mana o'zimizda fuqarolar ishlayapti bu yerda. Razgruska. Bak razgruska, tranzitni sifatida tranzit yuklar keladi mana. Mana shu holatda. Murodjon aka, bu yoqda yuklanyapti, tushirilyapti bu yuklar. Bu mana tushirilyapti, tranzit deyiladi. Mana shunaqa yuklar, har xil zborni yuklar keladi bu yoqqa. Murodjon aka, bu yoq жёсткая упаковка zonasi, ha? Жёсткая упаковка. Maxsus упаковка qilinadigan joy. Klient zakaz qilsa, Quruq yuklarda. quruq yuklar, oyna, kraska. Ana hurmatli fuqarolar, mana жёсткая упаковка zonamiz. Bu жёсткая упаковка degani har xil quruq yuklar, masalan, sinayotgan yuklar, botavoy texnikalarda mana жёсткая упаковка qiladi. Mana o'zimiz o'zbek tojik fuqarolar begonalar ishlamaydi. Mana shu holatda ish bizda. Murodjon aka, bu yoq mana bu yoqda ponni yuklar xronet bo'ladi. Mana qabul qilgan yuklar, tranzitda kelgan yuklar ponni tushiriladi, to'g'rimi? Bu yerga qabul qilgan yuklar keladi. Mana bu boshqa shaharlardan kelgan kliyentlar jo'natgan yuklar bu yerga tranzit bo'lib keladi. Shu mashinalardan tushgan yuklar ham shu priyomkada qabul bo'lgan yuklarga qo'shiladi. Shahar-shaharga yig'iladi. Mana bizni bu yerda stolovoy Murodjon aka ko'rsatasiz-mi? O'tirib ovqatlanadigan joy, ha? Bu yerda bo'ladi. Ovqatlanadigan joyi, stolovoy. Har kuni issiq ovqat tayyorlanadi, ha? Mana kuxnya, bu yerda povurlar ishlayapti. Har kuni ovqat issiq ovqat tayyorlanadi bu yerda. Tak,
Tak olsa sizlarga yotoqxonalar ko'rsatamiz. Opajoy. Mana yotoqxonalardir. Mana bu yerda tualet, dushovoylar, ekologiya sharoitlarda qilgan. Mana dushovoy bu yer. Tak. Mana yotoqxonamiz, katta zal. Buni berdi parvoz. Bu yerda stiranni. Yana anjomlar yuvayotgan joy. Stiranni mashina ishlayapti, yuvib beradi. Tak. Hozir sizlarga yotoqxonalar ko'rsatamiz. Yotoqxona. Mana bor yotoqxonalar. 5 kishi, 20 kishi yashaydigan xonadonlar. Karavotlar 2 yarusli karavot. Mana yotoqxonalar bor, 10 kishilik yashaydigan fuqarolar, 15 kishi, 20 kishi yashaydigan xonadonlar bor. Mana bu yerda 20 kishi yashaydi.